وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum qarindoshlar. Biz bugün hadis ko'rsatmalar darsimizningki 78-darsini o'qiymiz. Darsimizning mavzusi jannat yo'li qiyinchilikqa to'lgan degan temada bo'ldi. Biz bu haqda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamningki 3 hadisni ko'rib o'tamiz. Ya'ni mushu Ma'alimus Sunnah an-Nabawiyya degan mushu kitobimizningki 197, 98 va 199 hadislarni ko'rib o'tamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurayra anna Rasulullah sallallohu alayhi va sallam qala: "Hujibatin naru bish-shahawat va hujibatul janna bil makarih." Abi Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday degan: Jahannam, yani do'zax shahvatlar bilan odamning ko'ngli uni qilishni torttiradigan, qalbi uning ko'ngli odamning ko'ngli qiziqadigan, lekin islom shariati uni cheklagan ishlar bilan uraldi. Yani shuning bilan qoplandi. Jannat bo'lsa makarihlar bilan yo'galdi. Yani mushundaq odamning ko'ngli unaga toza qiziqmaydigan, odamning ko'ngliga biroz ig'ir keladigan, lekin shariat, islom shariati uni qilishga alohida taklif qilgan, buyruq qilgan ishlar bilan uraldi. Buning bilan yo'galdi jannat. Deb payg'ambar alayhisalom mana bu jannatningki va do'zaxningki yo'lidagi ahvollarni, jannat yo'liningki naiti mushaqqatli ishlar bilan jannat yo'li to'shqizilganligini, do'zaxning yo'lining odamning qalbini yaxshi ko'radigan bir xil mushundaq shahvat ishlar bilan qalbi tortib turadigan lazzatlar bilan jannat yo'liningki jannatning o'ralganligini alayda bizga bu hadisda ko'rsatib berdi. Yana bir hadisda payg'ambar alayhisalom deydiki: An Anas bin Malik qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Huffatil jannatu bil makarih, huffatin naru bis shahawat. Anas bin Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinib, Anas bin Malik radhiyallohu anhu mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq dedi: Jannat makarihlar bilan inson ko'ngli uni qilishni tortib ketmaydigan, qalbga biroz mushaqqatli bilinadigan, lekin shariat uni qilishga alohida buyurgan mashaqqatli ishlar bilan jannat uraldi. Do'zax jahannam bo'lsa inson qalbi ko'ngli, insonning ko'ngli unga qiziqadigan, lekin shariatda cheklangan shunday lazzatlar bilan uraldi degan. Endi Abi Hurayra va Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan bayon qilingan bu hadisda ko'rganimizda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam deydiki, jahannam, yani do'zax mushundaq shahvatlar bilan, yani shariat uningga qo'l uzatishni, uningga qadam qo'yishni shariat cheklagan lazzatlar bilan, vojiblarni tark etishga sabab bo'ladigan lazzatlar bilan, haromlarga tushishga sabab bo'ladigan lazzatlar bilan jannat yo'gal, mushu jahannam shundaq lazzatlar bilan yo'galdi. Bu jahannam ining bilan yo'galgan bu parda bo'lsa, harriq ichishga o'xshash, zina qilishga o'xshash, o'g'liq qilishga o'xshash, kishilarga zulm qilishga o'xshash, g'aybat qilishga o'xshash, chaqimchilik qilishga o'xshash, boshqalarning haqqini yeyishga o'xshash shunday harom ishlardir. Yani jannatning jahannamning pardasi, jahannam uni bilan parlangan, jahannam uni bilan yo'galgan
dozaq bilan yögülüp tuğan, etrafı bilan kaplanıp tuğan perde muharramat ekanligi, harraq içtek muharramatlar ekanligi. Endi kim bu perdeni yırsa, yani muşu cehennem uralgan bu perdeler bilen, bu haram işler bilen şugullansa, bunu yırsa, bu adam dozaq girdi. Yani çünkü perdeni mesela bir perde tatıp kalı olsa, biz perdeni assak, perdenin içine girdiğen gel buldu. Şuna muşunda cehennem uralgan bu perdeler bilen, yani muşunu çeklemeler bilen şugullangan kişi cehennem girdi. Eğer bu işlerden yırak tutsa, cehennem dozaq uralgan zina, harraq ichish, uğuluk qilish, başkalarga zulm qilish, g'aybat qilish, qo'xshash, başkalarının hakkını yaş, başkalarına zulüm kılıç kokşaş, bu işlerden yırak dursa, bunundan saklansa, mana bu işler o adamın dozaqqa kirip gitişinden saklaydıgan bir perde buludu. Hicab buludu. Ve Peygamber Aleyhisselam dedi ki, cennet mekarihla bilen uraldı. Yani bu cennetin bütün etrafı, cennet yolları mekarih, yaman türlüdüğün işler bilen dedi. Yani insani nefsige yaman türlüdüğün şer'i tekfatlar bilen uraldı. Taatler lazım kılıdığın muharrimatlarını, haram kılıngan işlerini terk ediş lazım kılıdığın meşakkatler bilen uraldı. İbadetlerde tiriş kokşaş, ibadet müşakkatlerine sabır kılış kokşaş, ibadetlerine ehmiyet veriş kokşaş, menhiyatlardan yırak duruş kokşaş, açığı kip qalğanda açığını besiş kokşaş, bu qilish kokşaş, egri besiq buluş kokşaş, ma'siyatlarga buna buludu deb bunu qilmay sabr qilish kokşaş, mushundaq bir mushaqqatlar bilan mana bu cennet bunun bilan yo'galdi, cennet yo'li bunun bilan to'ldirildi. Mesela cemaatlarda 5 vaqt namozini jamoat o'qish bir mushaqqat. Yazlık günlerde bulamı yazlık günde Ramazan oruç tutuş kokşaş, ata-anasına yaxşılık kılış kokşaş, sil-rahmi ulaş kokşaş, naçar kişiler bilen hem sohbet buluştan yırak duruş kokşaş, muş işlerde adem gibi bir nurun meşakkatler peyda oldu, muşundak meşakkatler bilen cennet uraldı, gögeldi, de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şundak dedi. Demek cennetke nima bilan yetkili bo'ldi desa, jannatga adamning qalbi yomon ko'radigan, nafsi uni yomon ko'radigan, adamning qalbi yomon shu tatmaydigan ishlar jannatning yo'li bilan to'ldirilgan. Mushi ishlar bilan shug'ullanmay jannatga yetolmaydi. Chunki bu ishlar shariat, islom shariati bizning qilishga, bunga amal qilishga qilishimizni bizden talep kılgan bu talepler bile icra kılmaydı, cennetke yetolmaydı. Ama dozaqqa nurgun şahvatlar bilen biz yuqorida aytgandek ashundaq lazzatlar bilan amma shariat chekligan shundaq lazzatlar bilan bu cennetning, cehennemning, dozaqning yo'li to'ldirilgan, mushudan urilgan. Buni qilish bilan inson cehennemga yetib boradi. Shunga qandaq bir odam meyli eğer bir adam cennet uralgan cennetinin perdesi bilen şugullansa, cennet perdesini açsa cennetke kirdi. Cehennem perdesini açsa şu cehennemge dozaqqa kirdi. Demek cennetinin perdesi nima? Cehennemning perdesi nima unda da deganda cennetning perdesi bo'lsa shariat buyurgan ta'limotlar. Gerçi o bizga eg'ir kelsin-u, gerçi o bizim kömrümüzü taze yapmasın mı? Şeriat buyruk tekfatla bunu bu cennetin perdesi. Ama cehennemnin perdesi, dozaqning perdesi nima o deganda adamning qalbi onu qilishni tatib turadigan, lekin şeriat onu yaqin berishni to'sgan, cheklamelardan iborat. Bu haqda biz yine Abi Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisni ko'rib o'tamiz. An Abi Hurayra أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها قال فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها قال فرجع إليها قال
فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها فحبت بالمكاره فقال ارجع إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها قال فرجع إليها فإذا هي هبت بالمكاره فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فأمر بها فحبت بالشهوات فقال ارجع إليها فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت أن ينجو منها أحد إلا دخلها. Abi Hurayra radhiyallahu anhudan rivoyat qilinib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deydi-ki, Alloh subhanahu va taolo jannat bilan jahannam do'zaxni yaratgan chaqda Jibril alayhissalomni jannatga avatib mundaq dedi. Sen jannatga qara. Jannatga qarag'in va jannatga kirgan odamlarga, jannat ahliga jannatni men tayyorlagan lazzat, mukofot, ne'matlarga qarag'in dedi. Jibril alayhissalom kelib jannatga qaradi. Allah jannatni jannat ahliga tayyorlagan nozu ne'matlarga qaradi. Da qarab ondan Allah subhanahu va taoloning tashrifi qaytib berib dediki, sening ey Allah, izzetin bilan qasamki, bu jannatning gapini, jannatning ichidagi bu ne'matlarni, nozu ne'matlarni bir odam anglamaydi, bir odam uni anglaydi ekan, uning kirishni tama qiladi, uning go'zal bo'lganligi, uning nihoyatda ko'rkam bo'lganligi uchun u jannat va jannatning narsalar jannatni qo'lga keltirish uchun bütün tirishchanlikni elib boradi, elib berib jannatga kiradi ey Allah dedi. Ondan Allah subhanahu va taolo jannatga buyruq qildiki, jannat makorihlar bilan odamning qalbiga, odamning ko'ngliga, nafsiga sal yomon ko'radigan, lekin uningga shariatda qilish buyurilgan mushundaq ishlar bilan yo'galdi jannat. Ondan keyin dediki, sen Jibril endi qaytib bağın, qaytib berib uning qarag'in, men jannat ahliga jannatda tayyorlagan narsalarga qarag'in dedi. Jibril alayhissalom kelib jannatga shunda qarasa, jannat makorihlar bilan odamning ko'ngli faqat tortmaydigan, inson ko'ngliga ig'ir tutgan ishlar bilan urilabdi, yo'gilabdi. Shuning bilan Jibril alayhissalom Allohning tashrifi, Allah qaytdi, Allah'ın kaşığı verip dedi ki, ey Allah, senin izzetin olan qasamki, men bir adamning mu o cennetga kirmasligidan qo'rqib qoldim, endişe qildim. Bir adam mu cennetga kirmagudek, o cennetning atrofida yo'galgan o mushaqqatlarga qarab, o cennet uralgan, o şu qiyinchiliklar odamning ko'ngli tortmaydigan ashundaq ishlar bilan uralg'ini qarab bir odamning uni kirmaslikdan chiqib qoldim. Allah dedi ki, sen cehennemga bağın, onunla qarag'in, men cehennemde cehennem ahliga tayyorlagan azoblarga qarag'in dedi. Şunun bilan Jibril alayhissalom cehennemga borsa, berishlar o cehennemning uning ba'si bilan giralishib ketgan azoblari bir-biridan nihoyat katta, bir-biridan ig'ir bo'lgan shundoq bir cehennemni ko'rdi-da, Allah subhanahu va taoloning tashrifi qaytib, sening dediki, sening izzetin bilan qasam, ey Allah, bu cehennemni bir odam cehennem haqida anglamaydi, cehennem haqidagi bu azoblarni bir odam ko'rmaydi. Agar ashuni cehennem haqidagi bu azoblarni bir odam anglaydi ekan, cehennemga hargiz cehennemga kirmaydi deganda, Allah subhanahu va taolo cehennemga buyruq qildiki, cehennem shahvatlar bilan yo'galdi. Yani cehennem odamning qalbi naydi uni tortib turadigan, o'zini to'xtatmoq naydi tez bo'ladigan ishlar bilan, lazzatlar bilan yo'galdi-da. Allah subhanahu va taolo Jibril alayhissalomga irji ilayha.
onun qaytı bağın, sen qaytı berip onun qarıgın degende Cibril İslam onun qaytı berip cehennemning yo'galgan ahvollarini ko'rib, sening izzating bilan qasam. Allah bu cehennemden bir adam kirmey qutulup qatqan bir adamning bo'lmasligidan andishib qoldi. Bir adamning cennet şu cehennemga kirmey qutulup qilishidan andishib qoldi. Hammadan mushu lazzatning keyniga cehennemning yo'li to'shqizilgan mushu shahvatlarning keyniga kirib, hammadan cehennemga kirib qoldi deb qoldi Allah deb shunday degan. Endi Allah subhanahu va taolo Allah azza va jalla cennetni yaratdi. Cennetni nima yaratdi deganda Allah azza va jalla cennetni mushundaq Allah iningga buyurgan, İslam onunga buyurgan, peygamber onunga buyurgan amellarini qilishda, mushu buyruqlarni ijro qilishda ki mushaqqatlarga sabr qiladigan sabrchan müminlarni mukofotlash uchun Allah cennetni yaratdi. Cehennemni, do'zaxni bo'lsa Allah'ni inkar qilgan, Allah'ning buyruqlariga asilik qilgan asikar kafirlarni jazolash uchun Allah subhanahu wa taolo cehennemni yaratdi. Bu hadisda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deydi ki Allah azze ve celle cennetni yaratganda Cibril aleyhisselamga sen cennetga berib cennetga qarig'in degan. Shuning bilan cennet ahliga men tayyorlagan narsalarga qarab boqdim degan. Cibril aleyhisselam berib cennetga qarig'an, ondan Allah subhanahu va taolo uning buyruq qilgan joyga qaytib kelib deganki Cibril, ey Robbim, sening izzating bilan qasamki, mushu sen cennetda mushu cennet ahliga tayyorlagan bu ne'matlarni, bu yaxshiliklarni bir adam anlamaydi. Anlaydigan bo'lsa, uning kirishni yaxshi ko'rdi, uning kirishni tamom qildi, uni qo'lga keltirish uchun butun tirishchanlikni ilib boradi, ining uchun amal qildi deb mushundaq amal qiladigan darajada go'zalkan Allah bu cennet deb shunday. Ondan Allah subhanahu va taolo cennetni adamning qalbi uni yomon ko'radigan ashundaq qiliqi buyruq va cheklimilardan iborat nurg'un mashaqqatlar bilan, qiyinchiliklar bilan, nurg'un taklifatlar bilan, mushaqqatli taklifatlar bilan Allah subhanahu wa taolo cennetni urdi, uni yo'gidi. U cennetga kirmoqchi bo'lgan odamga ana shu Allohning buyruq cheklimilarini ijro qilish orqali shu ko'ngliga yoqmaydigan shu ishlarni besib o'tishning lozim bo'ladigan, besib o'tish kerak bo'ladigan shunday mushaqqatlar bilan Allah subhanahu va taolo cennetni yo'g'gan. Ondan Allah azza ve celle Cibril aleyhisselamga deganki, sen endi buna bu cennetga berib qarig'in deganda Cibril aleyhisselam cennetga berib qarab kelib deganki, ey Robbim, sening izzati bilan qasamki, bir odamningmi u cennetga kirolmasligidan andishib qoldi. U cennet yo'lidagi u qiyinchiliklar sababli, u mushaqqatlar sababli, u cennet yo'liga mangan kishilar imtihon qilinadigan o musibetler, imtihanlar sebepli, o imtihandan ötenmezsin, bir adamın o cennetke kiremezliğinden endiş kılıvatımen ki Allah deb cevap bergende bergen. Allah subhanahu wa ta'ala diyen ki cehennemni yaratkanda ey Cibril, sen cehennemge verip onun gibi qarig'in degende Cibril İslam cehennemge verip qarig'an, annekin kelip diyen ki ey Allah, senin izzetin bilen kasem bu cehennemdeki azaplarını, bu cehennemdeki muşakkatlarını, bu cefalarını bir adam anlamaydı, anlasıyken onun kirişini yaman kurdu. Bu cehenneme kirişki sebep buluduğun, bunun musabbibatlarının sebeplerinden yırak durdu ya Allah. Bu cehennemge hiç girmekken bu ahvalda, bunun muşu derecede eğer azap varken bu cehennemde ya Allah degende Allah subhanahu wa taolo cehennemni shahvatlar bilan, yani adamning ko'ngli tatib turadigan
qiziqishlar bilan, lazzatlar bilan uni urgan, uni bir yo'gigan. Lekin bu lazzatlar, bu qiziqishlar qilsa bo'lmaydigan, shariat cheklagan shunday lazzatlar bilan uni urgan. Lekin Allah subhanahu wa ta'ala deganki, ey Jibril, endi berib qariganingga deganda Jibril alayhisalom berib uni qarigan, kelib deganki, ey Rabbim, bir odamning uni kirmay qab qilishini andish qildi. Hech qanday odam bu jahannamning atrofidagi odamni qiziqlantiradigan ishlar, odamni jalb qiladigan lazzatlar, odamni olduradigan bunday narsalarning jihatidan bir odamning bu jahannamdan qutulib qololmaydiganligidan andish qilyapman degan. Demak, bu hadislardan shuni tushunamizki, Allah subhanahu va taolo bizni cennet inin bilan uralgan ishlarga, yo'galgan ishlarni ijro qilishimizga, amal qilishimizga Allah bizni qiziqlantiryapti. Cehennem inin bilan uralgan bu ishlardan yiroq turishimizga Allah bizni bu hadislarda alayda qiziqlantiryapti. Qandaq bir odam cehennem yo'galgan, cehennem uralgan ishlarda qilish uchun harakat qilsa, uning bilan shug'ullansa, bu ishlar o odamni oxiratda do'zaxga elib boradi. Qandaq bir odam jannat uning bilan o'ralgan, yo'galgan mush ishlarni sa'iy qilib, uning bilan shug'ullansa, uning qattiqchiliklari bilan mashg'ul bo'l, qattiqchilikni bardoshlik bersa, bu amallar bu odamni oxiratda jannatga olib boradiganligini biz bu hadislardan tushunib olaymiz. Allah subhanahu va taolo ham bundaq deydi. Estaizu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe'emma men taga ve asarel hayate dunya fe'innel cehime hiyel me'va. Ve emma men khafe mekame rabbihi ve nehen nefse anil heva fe'innel cennete hiyel me'va. Allah subhanahu ve taolo deydi ki, qandaq bir odam Allah'ın buyruğuna buyun tavliq qilsa, Allah'ın buyruğunu qarta haddidan oshsa, o dünya hayatını, yeni dünya tirikchiligini oxiratdan yuqur ko'rsa, bu odamning oxir yetib boradigan joyi jahannam bo'ladi. Ammo kimki Allah'ın oldida hisob berib, Allah'ın oldida hisob bermay turib qilishdan, Allah'ın oldidagi hisobdan o'tiramay turib qilishdan qo'rqsa, öz nefsini havayı hevesini nefsi haişlerden çeklise, cennet o adamın turduğun cayı buldu. O adamın barıdığın cayı cennet buldu dedi. Şuna bunundan kürvalimiz ki cennet adette o adamın köngünü onu tatmaydıgan, tabi halette bek bunu kışkı kızık etmeydigan, onun muşakkatları igir boğan işlerle uralgan. Cennet, do'zax, cehennem bo'lsa odamning qilg'isi turadigan, o'zini kontrol qilmasa uning uchib qoladigan ashundaq bir lazzatlar bilan uralgan. Ammo jannatga kirmoqchi bo'lganmiz, cho'qim mana bu o'zimizga mushaqqatli tuyulsimi, jannat yo'lini tutishimiz, cehennem yo'lidan yiroq turishimiz kerak. Shuna darsimizdan shuni xulosalaymiz-ki, bu hadislardan shu ko'rinadiki, cennetning yo'li soat, qiyin ve mushaqqatli ekanligi. Jannatga ishonish bilan birga jannat yo'lidagi mashaqqatlarga sabr qilishning lozimligini bu hadisdan ham ko'ra olamiz. Do'zaxning yo'lining lazzatlar bilan, dunyoda lazzatlar bilan, har xil odamning ko'ngli qiziqib turadigan shahvatlari bilan tulab ketganligini hadisdan ko'ra olamiz. Hem shuningdaqla bu hadislardan shuni ko'ramizki, cehennemga do'zaxga elib boradigan shahvat, ashundaq lazzatlardan yiroq turishning lozimligi. Jannatga elib boradigan mushaqqatli amallar bo'lsa-mu, jannatga elib boradigan amallarning mushaqqatiga sabr qilishning ham lozim ekanligini bu darsimizdan ko'ra olamiz. Allah subhanahu va taolo bizni Allah subhanahu wa ta'ala bizga cennetning amellerini,
cennet onun bilen yögelgen aşında muşakkatlik amellerini bizge yengil gösterip versin. Allah subhanahu wa ta'aladan biz cennet emellerini yaxşı göstersin. Dozaqqa kirishga sabab bo'lgan amallarni bizga yomon ko'rsatishni Alloh subhanahu va taolodan tilaymiz. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.